bu ishni nemishqa uningga deding? Bak huduqib ketgachga deb sapdiman. Meni kunda qarab esyotdi. Tushimda tehi ular meni etibdi-dak. Agar u deb qo'ysa, ishing chataq. Nemish chataq qo'lida? Hech ish. Meningcha ishkinglar jazman muhim ishni so'zlashyapsizlar. Bo'lmasa, yushirin so'zlashamtanglar. Undaq ish yo'q. Undaq ish yo'q. Hech qanday muhim ish yo'q. Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Yame. Zade nemish oldi? Navodi qo'limdan kelsa, menmi kuch chiqirma. Sen rost kuch chiqaramsan? O sizning akangiz, Navodi bir chatoq chiqib qolsa, men qo'l qo'yishtirib turamanmi? Lekin bu qo'rqinchli cho'ng ish. Har qancha qo'rqinchli bo'lsa-mu, kalla ketadigan ish emas-da. Aplashmasa, haqiqatan kalla ketadi. Zade nemish, tezdan. Vay. Bahçokor. Tamakını ısı yutaldirib etdi. Sen tizimlanan adam. Qalayımqan qadrap yursan qandaq bo'ladi? Pandimjak, Jo'len jamining Lo'yin bozordan ketmasligimni aytgan. Bozor ichida uyanmay yursam, qandaqsiga qalayimqan qadirgan bo'laman. Amsa meni uyimga nima deb keldi? Baya dingdan uçrab qaldim deyna. O seni bir ishla izlayotgandek qiladi. Meni izlayotamda? Dehqonlar jamiyatining ishimidi ya. Yomey. Akanızga jankeşlik qilmoqchimi? Men akamga ziyankesh qilamanmi? Ya akanızning ishini eringizga desangiz hargiz bo'lmaydi. U yerdan berman degan. Vay pandimjak, nimadan ishini qilgansiz? U yuqoriga yamish uchun akanızga ziyankeşlik qiladi. Yomey. Gapni men mushunchilik qilib qo'yay, Qağa ish hamsa sizga qoldi. Juma. Men ketdim. Dingda, meni izlab ekansan. Seni izlamadim? Izdimadingmi? Qandaq? Odam o'ltirgansiz kelyapti-da? Kun bo'yi bu ibodatxonaga bekinib olib, shuncha ko'p o'qdorni saqlab yetib, pirqdolatga vafodorlik ko'rsatmagachga ishim bak siqilib ketdi. Men xos vakildan yo'li yo'riq so'ray. Kommunistlarning qiymati ko'p, ochig'ingizni chiqaraylik. Bar Azad rayonida quyoshning chehri. Bar Azad rayonida quyoshning chehri. Avam g'azab yaqti, uning nur sehri. Avam g'azab yaqti, uning nur sehri. Xalqning hukumati xalqni suyar. Xalqning hukumati xalqni suyar. Sözlüse tüyünmez partiya mihri. Sözlüse tüyünmez partiya mihri. Yahu yahu hey hey, yahu yahu hey. Yahu yahu hey hey, yahu yahu hey. 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 Ey, Lilavar, qo'rimi ko'p tursa, yana buyurtamsan? Yaliginimcha, bundan keyin yalandim yo'q, bilmayman.
Bu qo'rimlarchu 2 kumush tanga juma. 2 kumush tanga. Yaxshisi pulni berib o'tib, xohlagancha buyurtqin, ha? Pul kerakmidi? Mana. Mushunchalik pulga shuncha ko'p qo'rim buyurtdingmi? Buni yetmaydi deyapsiz? Agar yetmasa, uyga berib, dadamdan olay. Andan bersam bo'ladi. Dadam bu yerga kelsa, yog'da pishirilgan yer yong'in qilib buyurtdi. Sening bugungi chiqiming uning 1 yillik chiqimidan ko'p. Ma'qulda. Bo'lmaydi. Avval pulini to'lab et. Bo'lmasa seni bu yerdan herkes ketkizmayman. Meni ketkizmamsiz? Ketkizmisiniz? Men ketmayman. Men bugun mush yerda yataman. Ketmayman. Beshamlik qilmoqchimisan? Hey, Husan! Ilovshani chaqirib kel. Pul ekilib, o'g'lini ep kelsin. Ma'qul. Hey! Uxlab qolmay, avval pulni berib etgin, ha? Bekorga tomoq yeydigan ish yo'q. Pulni chiqar, pul ber. Ketmayman. Pulni berib etgin. Bekorga tomoq yebdim. Pul berib. Pul berib etgin dedim sana. Pulni berib et. Hey, Julianjon, mau bir nima tomoq yeb pulni bermayotdi. Uni boshqaramizlar yo'q. Kimkan o? Julianjon. Yoshirni vag'ini ne teke? Voy, arvazkan o. Julianjon, rahim qiling. Meni o'ltirmang. Rahim Kim qiling. o'ltirman debdi? Bekorga yeb ichish o'limga loyiq gunoh emas. Tura o'rningda. Turmayman. Rahim qilmasangiz turmayman. Ma'qul, seni o'ltirmayman, tez tura. Dadasini chaqirishga birsini avatdim. Bo'ptamisa. Uni saqlab turay. Julianjon, qo'rim bilan aroq tayyorlab. Yo'q. Biz oshpazolda tomoq yemaymiz. Ey, Julianjonga choy akilinglar. Bo'ldi, choy damlamanglar. Bizga 3 qacha qaynoq suv bersin. Leyloshan, bunun qarang. Asta! Arvaza, sen saran oldunmu, ha? Tep tatmay bu yerda beshemli qilganingni seni urib o'ltirib etmaydigan bo'lsam. Leyloshan, pulni beramsiz yo'q? Ha? Pulni mendan olamsiz? Menda pul yo'q. Kim yegan bo'lsa, pulni shuningdan eling. Leyloshan, nimandoq gap qilasiz, ha? O'g'lingiz tomoq yeb pulni bermadi. Siz dadasi bo'lgandan albatta siz bersiz-da. Voy, o ya 2 yoshlik bola bo'lmasa, u yegandan pulini o'zidan elang. Agar u pul bermasa, uni mulozimlaringizga bog'iltib, harbiy idora qilish komitetiga olib bering. Leyloshan, Ha? uni nega olib bersiz? Bizga olib beray deyapsiz, nima? Yo'q. Olib bermayman. Asta, Julianjon. Men pul beray. Qancha pul? 2 kumush tanga. Mana. Mana, uyga ketamiz. Seni. Mamam sen, man deyman. Uyatini bermaydigan bo'lsam, mana, seni o'ldirib etmaydigan bo'lsam, bu aramliq. Yüz va hayratligini mush yerni o'tandi.
Poylayotganimga necha kun bo'ldi? Qaranglar. U keldi. Can yoldaş, bunda kama özüm alay. Hech yo'q. Bu qanchalik kishi edi? Sizni her gün etdigende su ekegil salsam bulamdı. Beksat boldu. Avaylan ha. Avaylan. Nima ish qatmaysiz? Buyruqqa qarshi chiqimsiz? Yusuf puhralarga yaxshi chiqib berib o'tibdi. Uni o'ldirmasak, Lo'yin Bazırdagi qahramon bo'lib qoladi. U chaqda Lo'yin Bazırga mangu erishamaymiz. Siz Jo'lenjang. Pallon? Doklad. Kirang. Qarang. Buni yo'ldan tepib oldim. Bu nimani bildirdi? Qarang. Bu daraxt Lila O'shanning uyidagi daraxtga o'xshaydi. Lila O'shanning? Qarang ha. Bu erning kiyimiga 2 degan xat yozilibdi. Bu Lila er bo'lishi mumkin. Gapingiz o'rinliq. Bu 3 so'g'a nimani bildirdi? Buni men bilmadim. Bo'pti, qaytib o'yinlab beqing, ha? Jo'lenjang, xotirjam bo'ling. Bu vazifani jazman obdan o'rinlayman. Buni mundaqli sizib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu vazifa hisoblanmaydi, ha? Ammo sen menga Xiaoyue. Ha? Dada apangiz qani? o'rmonliqqa bambuqni 30 keskilik etdi. Kech tikyapsiz? Xiaoyue. Kechtingizdan ko'rib boqaychi. Buni siz sizdingizmi? Samaza. Ne qilib yuraysan? Uyinaman. Qachondan beri pakiz bo'lib qoldi? Ha? Nima deysan? Ikkinchi akam o'ttir so'g'ida uyinadi. Onunla cho'ng so'g'i bersam, u ammadi. Cho'ng so'g'ini ammadi? Nima deb yuraysan? Sen uyinamsan? Nemiz quyunatdi? Ses pravatsa. Jo'ylama. İnqilobiy kadrini sesiqda tilawatamsan? Samaza, anglab qo'y. Yani ağzını buzsan, sesiq ağzını pakiz yuyup qo'yma. Ma'qul, yuyib qo'ying. Ma'qul, yuyib qo'ying. Mana su. Bu sarang.
Şıklasını be. Biz ulan rastla çıkışamaydı eken de. Tanaka. Bu resimdeki er çokum lilav ar. Emiz bu üç soğa nemeni bildirdi ganda? Bu üç soğa biri çoğunken, biri çoğunu kichikme emasken, biri kichikken. Bu üç soğa, çoğun soğa, oturhan soğa, kichik. Nem dedi ha? Nimde tüme? Yani bir digine. Biri çoğun soğa, biri çoğunu kichikme emas. Ahırdikine de. Ahırdakini, ahırdı nimde tüme? Sen çoğun soğa, kiçik soğa, Otur soğa. otural soğa. Hey, qara. Bu üç soğanın içinde oturduk sıkar eken. Ha? Bu Lila Ernan Jontun işkenligini düşendirdi. Rasundaq mı do? Yazmen şundak. Navada lila var Jontonga kirgan bo'lsa, bu bek cho'ng ish cho'ng. Hey. Bu işni hiç kimge tanıqıcı bulma. Ma'qul, tinmayman. Lila Ernan Jontunga kirgini jazman Wang Cho'qur bilan munosabatlik. Balkim Wang Cho'qurmi Jontunga kirgan bo'lishi mumkin. Agar shundaq bo'lsa, Wang Cho'qurning tugashgini shu. Qutulamaydi. İkinci akınız zahada nem bo'pti? Bugun Jo'lianjang menga atayin askartib qo'ydi. Rasma? Baldır bo'lsa, men yordam qila olayman. Ahvol yomonlashsa, buningga hargiz alışamayman. O chaqda pushaymon qilmang, ha? Hey, qarang. Kiyim yagi tushib ketsa, yana yusib bo'ladi. Agar qalli kessa, u chaqda, Ha. Dumchak. İkinci akamga yordam bermasang bo'lmaydi. Ondan chataq chiqib qolsa, yordam qilmay turadimmi? Ay, Dumchak, uni jazman qutqizib olg'in. Bucha sizning rost gap qilish qilmasligingizga bog'liq. Ha. Ma'qul. Wang Cho'qur sana shundoq deydimi? Yur. Jo'lianjangning yoniga boramiz. Wang Cho'qurning gapining hammani uninga Bo'lmaydi. Bu Van Begimning mening g'amimni yegini. Kim shundoq deydi? Bu sana ziyonkashlik qilgani. Hey, Kompartiyaning siyosatini bilamsan, bilmamsan? Ixroq qilganlarga kamchilik qilib, qarshilik qilganlarni qattiq jazolash. Sen buni ixroq qilib, Wang Cho'qurni pash qilsang, xizmat ko'rsatgan bo'lasan emasmi? Xizmat ko'rsatsang, hukumat javobgarligini surishtirmaydi. Rasma. Qara, biz nima bo'lsin o'z odam. Shundaq tursa, men qandaqmi seni o'tga ishtirdigan ishni qilay? Aravaza. O'zligingdan kelib ixroq qilganing bak obdan bo'ldi. Anglasam bu ishni Wang Yaozuga deb tikansan-ku. Unaga aytgan. Hey. Qandaqli gap bo'lsa, yuraklik bilan
Jo'lianjonga degan. Ha? Ayta. Jo'lianjon, Wang Cho'qir menga iqror qilmaslikni aytgan. U tizimlatmasanglar bir mezgil o'ssa besqidu degan. Shalyo, ha! Derhal Wang Cho'qirni chaqirib kel. Hop! Var azad rayonda quyoshning chehri, alvom g'azab yoqdi uning nur sehri. Xalqning hukumati xalqni so'yar, so'zi esa tugamas partiya mehri. Yahu yahu hey hey, yahu yahu hey, yahu yahu hey hey, yahu yahu hey, yahu yahu hey hey, yahu yahu hey, yahu yahu. Chauye! Bu naqshini senmi o'rganib oldingmi? Ha? Kira. Jo'lianjon, siz meni nimaga izlagansiz? Seningcha men seni nimaga izdaman? Uqdim men. Siz meni ilgirki eskiligimni topshirishga izdingiz. İlgirki eskiligimni? İlgirki eskiligimni Lo'yin bozorida bilmaydigan kim bor? Kim ko'migan? Ha? Yig'in ochadiganlar bo'lsam, ko'ni hisoblarimning hammasi cho'rib chiqadi. Ha? Cho'p chiqiliq. Albatta, cho'p chiqiliq uni. Men sening hozir qanday eski ish qilayotganingni bilmoqchi. Hozir qirq bundaq chog'da eski ish qilishga haddim mening. Hozir butun esiyadim faqat eski ish qilmay yaxshi ish qilishni o'ylayman men-chi. Yo'lda mansam ko'zimni yerdan uzmay biror narsa deb o'ylab hukumatga topshirib berishni o'ylayman. Daryo bo'yida mansam biror bola suvga tushib ketsa, suvga sakrab tushib, uni qutqizib olsam deyman. Ba'zida hatto birasini uyga o't ketib qolsa, suv opirib chechib, o'tni o'chirib olishni o'ylayman. Wang Cho'qir! To'la oldimda kaptanlik qilma. To'la kaptanlik qilma. Haddim emas. Wang Yaozo, Lo'yin bozorida Jungtuning bir ishpiyoni bor. Buni bilamsan? Lo'yin bozorida Jungtuning ishpiyoni bor? Ha, bilaman uni. U Guanjin puli chiqqan chog'dagi Guanjan qiz. Wang Yaozo, yana gap yo'rg'ilatyapsan-ku. Jo'lianjon, men faqat shu Guanjanni bilaman. Yana boshqa kim borga? Sendan so'rayapman. Mendan nimani so'rayapsiz? Jungtuning ishpiyonini. Yanala degan yo'q, shundaqmi? Uningga yordam qilyapting-ya. Voy nima, yo'q qilang ishlar qilish nim qilib qo'ydim. Wang Yaozo, sening aksiyatchil maydoning o'zgarmaydi ekan-da. Uning o'zgargisi yo'q zodi. O akamga yordam beralayman degan. Odatda uning kallasi shundaq ishlaydigan turib, bu ishga kelganda hamoqatli qilganni. Ikkinchi akamni nasbasdi endi. Buni ota-onangizga demang. Ular anglasa og'rib qoladi. Ularga demayman. Ular talatuzga chiqmagandan keyin bu ishni anglamaydi. Qaldingiz maktabda. Siz menga yaxshi ishni ko'proq qiling degan-ku.
Ervazning qo'qqib ketgan talatini siz ko'midingiz deyman. U butunlay Jonjonning go'llishi bilan Juntunga kirgan. Hech qanaqa yomon ishmi qilmagan tursa u. Men shu unga hech kimga demasanglar bo'ldi debdim. Bundaq ishni yoshirg'il bo'lamdi. Tizim uchun hukumat tavatqan tursa. Buni chuqur pandim chekgan haramliq chiqib qo'ydi. Gadenkeşligingizni hukumat bilan qarshilashganingiz xato-ku. Ma'qul. Men ablag aksin qilibchi bo'ldimi? Endi bundaq yashag'imning nima foydasi bor? Biroqlar qamga usibli o'lib ketsam, aram tabaman o'zadi. Van begim. Men uxlay. Gap bo'lsa adi deyshayli. Bu yig'inni bugun ochamiz. Men qo'shilaman. Men qo'shilaman. Janshuji, sizga qarab qoldik. Yig'inni shu o'tamizlar. Biz Van Yozuni kurash qilishni muzokara qilyapmiz. Van Yozuni kurash qilishni? Men bo'lgan. Van begim. Van begim. Men bo'ldirmaysiz. Men o'limni kutib o'ldiryapman. O'limni kutyapman? Bu nima deganingiz? Kela. Bu o'rindiqni akib o'tiramadim. O'tir. Tanjeshi. Men o'lib ketsam, sen Yenfongning apsiga yordamlashib, oxiratlik ishlarini bitirish bagim. Oxiratlik ishimni? Nima deb yuradigansiz? Menimcha, kurash qilish yig'inini ochmayli. Amiz qandoq bir taraf qilamiz? Uninga tekshirishnomani yozdirsaqli bo'ldi. U qo'qqashqa Liloarga yoshur debdi. Balki nik bo'lmamdi. Van Yozo odatdagi odam emas. Uning jonidagi birinchi tutunbegi degan nomi hammaga ayon. Atrofimizda uningdek salohiyatli kishilar bizga tikilib turibdi. Shuni uni bir taraf qilishda ehtiyotchan bo'laylik. Uning aksiyatchin maydoni qilcha o'zgarmay chekiga yetdi. Kurash qilishmi yinlik jazo. Menga qo'yib beradigan bo'lsa, Jo'lanjon. Bir ishni sizga daydab yuratdim. Nima ishni? Lulu Yesidga yon tutunbegini bir taraf qilishda aldiraqsonlik qildingiz. Men aldiraqsonlik qildimmi? Shundoq. U o'limga loyiq emasmi? Uning xun qarzi bor, o'limga loyiq. Lekin siz umumlikni ko'zlamadingiz. Yon tutunbegi etilgandan keyin nurg'un tutunbegi qo'rqib, Chengdoga qochib ketdi. Chengdoda tinch so'kiti bo'lyapti. Bu bizga intayin foydasiz. Jo'lanjon. Hokimiyatimiz texi amdili qurildi. G'arbiy janub Gomindan aksiyatchilari uzun boshqurgan ya. Ommaviy asosi ojiz. Koni ozod rayonlarga o'xshamaydi. Biz har qanday xizmatda taktikaga diqqat qilaylik. Bir Van Yozuni o'ltirish bek o'ng'ay. Biroq bu Gomindanning nurg'un harbiy ma'mur xodimlariga ta'sir ko'rsatdi. Har qanday ishimiz hokimiyatni mustahkamlashimizga foydali bo'lsin. Shunga ehtiyot qilaylik. Jangshuji, hech tushunmadim. Hammaylarning Van Yozu bilan cho'nqur uch adovati bor. Siz nima ishqa bundaq rahimdillik qilasiz? Men rahimdillik qilmadim. Biz kommunistlar haqiqatni, amaliyotni izlab, siyosiga, dalil isbotga ahamiyat beramiz. Van cho'qur aksil inqilob harakat qiladigan bo'lsa, qanday qilishini ko'rib beqing. Janshuji to'g'ri aytdi. Biz aldiraqsonlik qilmaylik. Van cho'qur degan ablah tavba qiladiganlardan emas. Fursat topsila cho'qim kayni-kaynidan askirlik qiladi. Biz uning Abdubashirsin oshkorlashini kutaylik. Men o'z fikrimni qilaman. Van begim, tekchi bu shunday o'tiribsiz-ku. Men ibodatxonalardagi rohiblarning darovatiman. O'ltirib u olamga ketib qolsam ajab emas.
davatqan gapingizni qarang. Hamza qandoq qilaman? Kela endi o'ltira. Hey. Ndak ancha-muncha uchirib bersang bo'lmamdi. Ular meni qandoq qiladi-ki? Atamdiki ya, chopamdiki. Degina. Nima deb yuradigansiz? Tekshirishnomani yezib, harbiy idora qilish komitetiga berasiz. Ha? Shundoq inikma. Ha? Sizni Jiangshuji qo'g'dab qoldi. Jangdagi meni qo'g'dab qoldimi, ha? Ha? Vah, mana demadimmi, ha? Ey, Jangdagining nazarida men uning shafqatchisi-da. Ha deb qo'ysa sizmi ishi bo'ladi ekansiz. Jiangshuji siyosatga ahamiyat berdi. Ya, buning bilan mening karim yo'q. Ey, bu yerda bir kun o'tirib hech nima yemedim. Qo'sig'im echib, dumbamga choplashib qolay deb qoldi. Ha, ma'qul. Men sizga tomoq etib beray. Ya, tamam etma. Mang. Oshpuzga chiqib yeymiz, oshpuzga chiqib. Yura. Amisa siz chiqmajimi? Men chiqmayman. Nima chiqmaysa? Qo'sig'im oshmidi? Uqdim. Yaxshisi, men bilan birga mangma. Kim? Bak çoğlar bəktələylik nima ekan? Jangdagu kelmagan bo'lsa, bugun bu haramliq kurashga tortilib toza rasvo bo'ladi. Jangdagu nimishqa unaga yonbosadigan-da. Hey, bu yonbosqanlik emas. Jangdaguga men aql ko'rsatdim. Biz uni-chi aksil inqilobiy harakat qilayotganda tutamiz. Buni ajalli yerik urush deymiz. Tanaka, bek yomon kelsiz juma. Vang cho'qir. Saharlik yılan. Men yomon bo'lmasam, uni bo'ysundira olmayman. Mulozim, bir xumir aroq keltir. Ma'qul. Voy, pandimchak, sen bu aroq ichayotamsan? Hey, Vang cho'qir. Men o'zim kuchliq odam. Ha deysizlar, meni pandimchak deb haqoratlama. Pandimchak, men Wang Yaozu'mi o'zim kuchliq odam tursam, meni nimishqa hadislar Wang Cho'qir deb haqoratlaysan? Gul turi bilan odam xili bilan farqlandu degan gap bor. Qandoq farqimiz bor? Hey. Sen qandoq odam? Ha? Koni jamiyat tutunbagligining dashqili. Men yangi jamiyatning buni nima deydi? Yangi jamiyatning tayanch obyekti. Bugungi kun kelganda men osmonda, sen yerda. Ayta, qandoq o'xshash bo'lamiz? Vang begim, nerede otursiz? Menchu, mana mishada o'ltirib aqaq. Osmondagi pandimchak, yerdagi Wang Cho'qir bilan birga o'ltirib aroq ichmoqchi. Qani, pandimchak, ikkimiz birdan ko'tarib o'taylik. Maramliqni. Hey! İlgiri men oshpuzga kirsamla, sen xuddi mening soyamda kaynimdan chiqmay, so'kildab agish tushirib, yerilib, yolvurib yeb ichatding-ku, ha? Kela. Mening tishimga tegib otamsa? Kim sizga tishimga tegibdi? Men sana aroq tutdim-ku. Hozirla mening yenimdan yo'qol. Yo'qolmayman qandaq? Rahatsız yo'qolmamsa? Yo'qolmayman. Mendan buyruq yo'qol. Sening o buyrug'ing bor-ku. Men uchun aytganda heliqi. Bo'ldi, Vang begim. Boshqa yerda o'ltirsizlar. Vang begim deysan-ku. Uningdan tek hech qo'rqatamsan. Ey pandimchak. Men bugun mush yerda o'ltirib aroq ichaman.
Agar navoda, men bilan o'ldirgan bo'lmasa, sen qani, marhamat, ustiga chiqib darhol yo'qol. Sen chiqib kel. Mulozim, menga yana bir rumka akapat. Rumka. Aka baqa qani. Banaysa. Rumka vermiz mayli. Rumka pommusmi, ha? Araqni baqiraman ichiveraman. Telegramma keldi. Qanliq harakatni to'xtatib ekanmiz. Biz harbiy idora qilish komiteti bilan dehqonlar jamiyatining kadrlarini o'ltirib, kommunistlarning zarbasiga uchrab, Guangshuan, Mianshui noyalarida 5 shuba atirtimiz butunlay halok bo'ldi. Yuqori kuchimizni saqlab qolib, butun kuch bilan o'choq muvakkili planini o'rindashni buyurdi. Acayip o'xshabdi. O'xshabdimi? Bu meniki. Ma'qul, Pandimchak. Sen ilgari mening tamog'imni oz yemaganding. Hey, hozir degan-chu. Hozir degan yangi jamiyat, ha? Shunaqa. Sen nojo'g'andan keyin men sening tamog'ingni yeyman. Menikini? Acayip o'xshabdi. Yep üləsin. Menem. Pandimchak. Bo'ldi. Boshqa gapni demay, ha? Sen haliqi Lilovshan degan beqil pomishning kuyovlig'i. Hey, pomichikning kuyog'li deysan-g'o. Mening Lilovshan bilan aloqam yo'q. Lilovshan bilan aloqang yo'qmi? Ma'qul. Cheyoba. Degina, ma Pandimchak degan aramliq Lilovshanning kuyovlig'imi, emasmi? Shundaqqa. Sen Amsa Lilovshan pomishchikmi, emasmi? Pomishchik. Sen Dimchak, Lilovshanning sepi o'zidan kuyovli. Lilovshan sepi o'zidan pomishchik. Sen albatta sepi o'zidan pomishchik oilasining sepi o'zidan kuyovli bo'lsa. Tamam. yaxshi-g'o vaqchoqor, ha? Sen menga qarchaplab haqorat qilyapsan. Qarchapladim sen, ha? Ya. Ha? Ya. Ha? Ya mana, ha? Ha? Ya, ha? Mana. Ha? Ya mana. Hoca. Ya bakar kene. Arakını içiteli. Ma. Pulni berdim. Nesi Hasan? Bo'ldi. O haramliq ketaversin, ha? Hammanglar bilasizlar. Ikkimiz oshxonaga kirsak, pulni azaldan men to'layman. Bu haramliq Dimchak bir timo to'lab boqmagan. Bahçakar. Sen noche. Ha to'xtab tur. Men seni dastlab chaylab etmasam, Pandimchak bo'lmay ketay. Shunda qilavat. Ey, meni chaylab etib bir umr Dimchak deb otilib o'ssam, toza obda ish yomanda. Qandaq, Ha, külüşe. Yıqlaydigan küldürüngmi keldi do'stlarning. Wang begim, men tishlariga tegmadim. Mamalıqı, bulıqı qismoq go'sht keltiringlar. Men haliqi go'shtni yoqsagan chog'ida chiqadigan-chu haliqi gish ovozga shunda qamroq.
Atrat başlığı. Şifugandan anlasam, Longyin bazarga bar etkensiz. Longyin bazarga berip ahvol uqib kelaymikin deyman. Ailangizning ahvolini uqqilib boradigansiz. Bu maqsadim bor. Siz bek vafodor juma. Sodiq, vafodor, mard, qoidalik bo'lish. Jang Zungsayning bunday qilishingiz hojatsiz. Bizning Jang Zungsay hozir bunday ahamiyat yo'q qoida usullarni ta'kidlamaydi. Longyin bazardagi Wang Cho'qur qabul odam. Uning nom obro'yi nihoyat yuqori. Uni yenimizga tassaq, bu rayonda kommunistlarga zodli oromlik bermaymiz. Mening shunda qo'yim bor. Ikkimiz birga boraylik. Bo'ldi. Bu yerda qog'inimiz tuzuk. Nima? Men bilan birga bo'lishdan qo'rqamsiz? Qanday o'ylasangiz mayli.